edik. Kim? Ismim Komixo. Nomzod Cho'nga savol bermoqchi edim. Men bu yerga Pak Chonxoning rafiqasi sifatida kelmadim. Enka kimyodan chiqqan radiatsiya qurboni sifatida keldim. Ular nima deyapti? Mixo nimani nazarda tutyapti? Radiatsiya qurbonimi u? Buni hali erimga ham aytmadim. 12 yanvarda baxtsiz hodisa tufayli yer osti quvurlari yorilib ketdi. U yerda radiatsiyaga duch keldim. Yaqinda menga oq qon kasalligining so'nggi bosqichi tashxisi qo'yildi.